tikishib, ulashib, kesib, bichib hamma yo'liga yurishaveradi. Xudo xolasa, yangi chiqqan rangi, mabrangi ham juda chiroyli ekan lekin. Biz tayyorlab beramiz. Sindirishni tortishadi, ilib qo'yishaveradi aka. Qarang bo'lib chopki 5 yil xizmatini qilib beradi. Ha, uzun bellaydigan qaychi ekan bu. Mana. Qanaqa ishlatdik buni? Mana. Akamizdan yana o'zimizga salafon oldik yana. Akamizda salafanlar ham bor. Mana quyosh salafon bo'ladi. Assalomu alaykum. Hurmatli qadrdon kanalimiz a'zolari. Birinchidan beri video chiqarganmiz ekan sizlarga. Yangi hovuzimiz salafanlarni yangiladik. Yangi emas bu hovuz. Salafanlar yangiladik. Hop, bu yoqda 40-60 cm gacha suv turadi. Sayoz joyida 40 cm suv turadi, chuqur joyda 1,5 metr suv turadi. Hop. Salafan solishda adashmanglar akalar. Salafanda shu quyoshga chidamligi Xitoydagi mash salafanni olinglar. Xudo xolasa shu yaxshi effekt beryapti bizda. Hamma salafanlarni almashib tashladim shu quyosh salafanga. Bu keltirgan suv yerdan 8 metrdan chiqadigan zak suv deyiladi bizda. Zak suv. Shundan to'ldiramiz biz. Biz hozir ariq suv to'g'risi bundan bu yog'iga muammo bo'lib qoladi. Buni suv to'ldirgandan keyin 3-4 kundan keyin bemalol balig'i tashlasak bo'ladi. Ancha ilib qoladi. Ozgina muzeyroq chiqadi bu, to'g'risi sovuqroq chiqadi. Xo'p. Sizlarga dafnelarni ko'rsatay. Akalar, xudo xolasa ikralash sezonlar ham kelyapti. Ko'pchilikda baliqlar ikralayapti. Ko'pchilik hovuzda dafniya yo'q. Dafniya nima deganlarga? Dafniya suv burgasi, ilan baliq lichinkalariga ozuqa bo'ladi. Mana shu ko'rib turganlaring dafniya. Bu dafniya hovuzimiz. Hop. Bu yerda balig'i ham bor ichida. Ko'p emas. Bu yerda ham salafanni yangilab tashladim. Bu yerda ham mana bu yer salafanda, bay salafan. Bu ham shu. Ozgina xiralashib qolibdi. Yaxshi salafan ekan akalar. Keyin prema to'g'ridan to'g'ri quyosh tushadigan yalang joylarda ustiga ozgina salqinlatuvchi, misol uchun bu joyimiz 25 metr bo'ladigan bo'lsa, bir 5 metr joyiga tepasiga salqinlatuvchi materialdan yozib qo'ysa, maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Hali kimlarda bunaqa chuqur joy yo'q bo'lsa, bizda chuqur joy bor. 2 metr bu yerda salqin suv bo'ladi. Tagida 1 metr atrofida bir xilda qilingan joylarga 5-6 metr joyiga tepasiga salqinlatuvchi matodan tashlab qo'ysa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Juda suv o'ta darajada isib ketsa ham baliq qiynalishi mumkin. Sizlarga salafon olgani borganda o'sha bitta akadan olyapman, har doim salafanni yaxshi chiqyapti. Shu salqinlatuvchi materiali, salafan haqida video qilganman. E'tibor bilan bir ko'rib, bemalol telefon qilib narxlarini so'rab, kelish qolsalaring dastavkasini qilib beradi O'zbekiston bo'ylab. Salafani xudo xolasa yaxshi chiqyapti. Endi betga o'mog'ida matchni bog'larni tashlaymiz. Xudo xolasa sizlarga salqinlatuvchi mato va salafanda videosini kelganman, ko'rib baho berasizlar. Hop, salqinlatuvchi matolarga kelganmiz akalar, mana qo'yib yuboring aka. Bunaqa sifatligi, narxi arzoni o'pim joyini sizlarga topib qo'ydim. Hop, bu razmeri xohlagan razmeringizni o'zlari siz joyingizda yetadigan bo'lsangiz, tikishib, ulashib, kesib, bichib hamma yo'liga yurishaveradi. Xudo xolasa akalar bilan kelishib qo'ydim sizlar uchun. Hop, qalinligi 55% dan 95% gacha bo'ladi. Eni farqi yo'q. 1 metrdan 100 metrgacha
o'zlari tayyorlab berishadi. Narxlari ham juda ham qulay narxda qilib berishadi. Telefon qilib o'zlaringga ma'qulini so'rasalaring narxlarini aytishadi. Bu yerda mana har xil turda bor ekan. Yangi chiqqan rangi, mana bu rangi ham juda chiroyli ekan, lekin tepada ham chiroyli turar ekan mana. Do'konlarning oldiga qo'ysa, mana shundan tortish kerak ekan. Har xil turda bor ekan. Narxlarni yondagi do'konlardan solishtirib ko'rdim, anchagina arzon. Manzil Oltiariqda ekan, Oltiariq sentrdan G'ulom Qodir o'sha binosini yonida tunnel bor ekan. Tunneldan shu chiqqanda tunneldan chiqilib, ash o'ngga qayrilganda birinchida turadigan ash akamiz ekan. Ko'rvoylar, ash yuzini taniyman ash akamizni. Aka, ismingiz nima? Orbek aka, xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqsa, dastavka ham qilib beramiz, xudo xohlasa. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor aka. Xohlagan razmerda qilib berasa, kelishganimizcha aka, endi o'zidan ulab xizmatlari chekkalarni tikib berib, smotki ishlar besplatni qilib beramiz. Qanday bo'ladi shu smotki haqida ma'lumot berib keting aka? Chekkalarni amalga qilib tikamiz, ulardan tros o'tkazib yoki smot tuzadigan bo'ladigan bo'lsa, mana ularni tikib o'zimizda tayyorlab berasizlar aka. O'zimiz tayyorlab beramiz. Simdishni tortishar ilib qo'yishaveradi aka. Qarang, bo'lib cho'pki 5 yil xizmatini qilib beradi. 5 yilga javob. Xudo xohlasa. Mana kimlargadir bosib turing aka mana. Kimlargadir shunaqa ranglari yoqishi mumkin. Ranglari ham har xillari bor ekan. Aka, nimasi bu? O'sha bu tayyor a? Bo'ladi, bular tikilmasdan o'ziga buni simda shuni o'ziga o'tkazib qo'ysak ham bo'ladi. Bunda yurishiga osonroq bo'ladi, tortishadigan bo'ladi. Parda. Ha. Kelishilgan holatda buni ham qilib berilaveradi aka. Ha, bu ham ichida. Gap yo'q. Like bosib qo'yasizlar chetiga. Aka, narxlarni arzon qilib chiroyli qilib berasiz. Telefon qilasiz aka. Eng optim narxlarda qilib beramiz. Rangi, seri, молочный, qora, sariq, sitovor xohlasa hammasi. Gap yo'q. Akalar, biz ko'proq shu baliq haqida bo'lgani uchun biz akalar baliqqa ham olyapmiz. Bu baliqqa nimaga olyapmiz? To'g'ridan to'g'ri pryamoy quyosh tushadigan joylariga hech bo'lmasa bir misol uchun bir so'tak joy bo'ladigan bo'lsa, yarimiga yoki 3dan 1 qismiga tortib qo'yish kerak. Suv juda ham isib ketmasligi uchun baliqqa ham ilon baliq to'g'ri issiq sevar baliq, lekin me'yordan oshib ketsa, u baliq ham qiynalib qolishi mumkin. Shuning uchun shundan ham tortish kerak. Tog'a, Ali, uzum qaychi ko'rdim men. Uzum qaychi dedingiz, nima dedingiz? Sen bitta ko'rsatib ketaylik. Uzum baylik. Menga yoqdi shu narsa juda. Endi men ko'ryapmanmi? Ha, uzum baylaydigan qaychi ekan bu. Mana. Qanaqa ishlatdik buni? Mana. Mana shu holatda. Bo'ldi. Shunday Yana bitta boshqaring. boslar ekan. Bu men bilmadim. Bitta o'zingiz ko'rsatib bering. Hop. Bitta qo'lda qiynaldim menimcha. Mashinaga bitta ko'rsatib bering. To'xtab turing. Bo'ldi, ko'rs. Mana shu holatda uzumlarga tortib qo'ygan zo'r bu, ha? 10 so'tida masalan 10 ta ayol qiladigan ishni bitta odam o'zi qilib qo'yadi. Gap yo'q, gap yo'q. Tez bo'ladi ham, sifatli. Bu turidan bor. Nimasi, razmerlari faqat bir xil razmerda bo'ladi, katta kichkinaligi. Yo'q, bir xil bo'ladi. Buni yaxshi tomoni mana o'zi quyoshda kuyib ketadi, keyin qirqib chiqmaydi buni. Ha, o'zi endi bu ketadi. Tezda kuyib ketmaydimi bu? Bir xil qo'yganda o'sha pishguncha kuzda kesib chiqmaydi, ipini kesib chiqish kerak. Atak o'zi bu kuyib ketadi. Kuyib ketadi. Gap yo'q. Tomonlari ham qulaylik tomonlari bor. Zo'r. Bu aka narx optimga ham bor, donaga ham bor. Beramiz, donalab ham sotamiz. Kelishilgan narxda dastavkalar bor. Steplargacha alternativni sotiladi, sotuvda bor. Kelishilgan narxda qilib beramiz. Gap yo'q aka. Akamizdan yana o'zimizga salafon oldik yana. Akamizda salafanlar ham bor. Mana quyosh salafon bo'ladi. Quyosh salafon, quyoshda kuymaydigan Xitoyda salafari, razmerlari har xil bo'ladi. Yani 6 metr, 8 metr, 12 metr, 16 metr siz xohlaganda
razmerda bo'ladi. Shu hovuzingizga moslab bemalol akaga telefon qilsalaring, narxlarini kelishtirib, tanishtiradi narxlar bilan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berishadi. Salafan olishda adashmanglar akalar. Hovuz tayyorlashda eng muhimi salafan. Salafan. Ertaga baliq sog'ganingizdan keyin salafaningiz kuyib ketadigan bo'lsa, baliqni qaytga ko'chirasiz. Baliq stressga tushadi, boshqa bo'ladi, uriladi, qiriladi. Salafanni zo'rini oling, sizga ancha xizmat qiladi. Akamizni nomerlari, akamiz mana shu nomerda bo'lishadi. Telefon qilib, aka shunaqa razmerdan kerak, shuncha joyimiz desalaring, kelishtirib, chiroyli qilib dastavkasini kelishilgan holda qilib berishadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like, podpiska bosib qo'yinglar akalar.